Shu saharim borligi uchun doktor Aliga murojaat qildik. Ko'p qiynalardilar, ishdan kelib chanqab ketib. Tez chanqayman, og'zim qurish edi. Haqiqiy ekan, 100% tabiiy mahsulot ekan. O'sha doktor Alini televizorda ko'rardim, ancha ko'rib yurdim. Boshim og'rimay qoldi. Hozir onam ahvollari yaxshi. Nasiba 68-yilman, Marg'ilon shahri Yayma mahallasida yashayman. Shu saharim borligi uchun doktor Aliga murojaat qildik. Sahar bo'lib qolganman, o'shandan beri doktorga ham uchraganib qo'rqardim. Ya'ni insulin, bir xilda nima bo'ladi-ku, ukol olish kerak. Shunga qo'rqib doktorga bormay yuraverdim. Bir borsam, insulinga yozib berdi. 14 chiqdi. 14 chiquvda endi qo'rqib ketasiz baribir bexosdan. Keyin insulin olmasangiz bo'lmaydi dedi. Endi bir oy oldim hali ruchkada insulindan. Keyin g'alati qildi meni. Hali insulin nima? Ajoyib qildi. Endi bir oyda zo'rg'a oldim. Ukollarni oldim, endi olmayman dedim. Endi olmayman deb olmadim. Hech nima dori ham ichmadim, nima ham qilmadim. Keyin yuraverdim. Onamda sahar kasalliklari bor edi. Ko'p qiynalardilar, ishdan kelib chanqab ketib, tez hovliga o'tardilar, qonlari och qolib ketardi tezda. Keyin oyoq qo'llari yushardi, davleniyalari doim oshib turardi. Keyin 2 marta doktorga bordilar, nevropatologga ko'rindilar, Farg'onaga ko'rindilar, o'sha Saharda o'zini doktorlariga. Ular ham lecheniya yozib berishdi-yu, uncha ta'sir qilmadi. 2 hafta, 3 hafta lecheniya yozib berishdi, oldi, lekin ta'sirini bilmadilar. Keyin tez nimaga hovliga o'taman. Tez chanqayman, og'zim qurish edi, boshim og'riydi, davleniyam ko'tariladi, indamiyman hech kimga. Meni bir kun kelinim aytdiki, nima dedi, aya dedi, ashundan nima qilib qo'ydi sizga sovg'a qilib dedi. Rost bilanmi deb, men ha mayli dedim. Nima qilib, endi bo'pti tayyorlagan bo'lsalaring deb, dadangiz nima deyapti desam, dadam ham biladilar deyishdi. Keyin bo'pti, bunisi ichay dedim. Endi olib kelishdi, birpasda bir kunda yetkazib kelib berishdi. O'sha doktor Alini televizorda ko'rardim, ancha ko'rib yurdim. Keyin buyurtma beraylikmikin, bermaylikmikin deb aytmadim to'g'risi uydagilarga. Onamga ham o'sha ilindim shuni. Keyin dadamga aytdim, dada o'sha haqiqiy ekan, 100% tabiiy mahsulot ekan. Nima, buyurtma berib ko'raylik desam, bo'pti dedilar. Shu bilan buyurtma berdik. Ichib nima qilsam 3 kunda yaxshi bo'lar ekansiz deganini ham eshitdim televizorda, hali chiqib kirib yurib. Yo'q, 3 kunda yaxshi bo'lmasman, ko'pam joy nima qilib yuborishdi deb nima qilsam, endi olib kelishgandan keyin eshitdim, omma vaqtida ichaman. Yarim soatdan keyin ovqatlanadi-ku. Vaqtida ichib, shunaqa qilib nima qildim, 3 kunda bilindi. Boshim og'rimayapti mana hozir 1 oydan zicha oshdi xolos, 1-2 kun, 3-4 kun oshdi. Boshim og'rimay qoldi. Davleniyam ko'tarilmayapti. Qo'llarim yana yo'liga o'tishim ham pasaydi, qondim o'chib ketardi, ko'nglim aynib ketardi, ovqatlanmasam. Unaqa pasaydi, ovqatga ham qaramay qoldim. Endi ro'za tutsam bo'laveradi mana deb nima qilib doktorga boraychi. Yana dushanba kuni olib boraman dedilar. To'g'ring holat desa, bemalol endi tutaveraman deb nima qilib gaplashib, tuzuymisiz deydi xo'jayinim. O'zgarishingiz bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Aya dadasi meni oyog'im hali sapoy qisib qo'yadi-ku. Tortishib hali paylaringiz ashuna bo'lardi-da. Mana unisi 3 xila yozilib qoldi desam, ilohim shifo bersin, ilohim shifo bersin deb ashuna deb qo'yardilar. Mutaxassislar ham har 4-5 kunda telefon qilib, hol ahvol so'rab turibdi, qanaqa ichayotganliklari haqida, ovqatlanish, dieta, parhezlarini so'rashyapti. Hozir onam ahvollari yaxshi, oyoq qo'llarini yushlari ham qoldi, Xudoga shukr. Uyqulari ham normada, hila normallashdi-da. Oldin kech payt turgancha ertalabgacha deyarli uxlashmasdi-da. Hozir kech payt uxlagancha ertalab turyaptilar, ishga ketyaptilar, yaxshi, charchoqlari ham yo'q. Ishdan kelib bir posta qonim oshib ketibdi derdilar-da. Hozir ishdan kelib dorilarni ichyapti, yotibdilar yarim soat, ovqatdan oldingi dorilarni ichib olaman deb, o'sha yarim soat oldin ichadigan dorilarni bemalol ichib, qonlari ham ochib ketmayapti. Hozir Xudoga shukr, umuman deyarli chanqamayaptilar. Hojatxonaga ham chiqishlari kamaydi. Yaxshi, 100% o'zgardi deb aytaveraman bemalol.